Ko'pchilik saraton dorisini topilgan, lekin vrachlar, farm kompaniyalar pul ishlash uchun bu narsani yashirishyapti deb o'ylaydi. Bu saraton xastaligi bu umumiy tushuncha bo'lib, masalan, ko'krak bezi saratoni, oshqozon saratoni, o'pka saratoni va boshqa turlari bir-biridan tabiatan hamda hujayralari, ya'ni histologik tomondan bir-biridan farq qiladi. Bu narsani davolash uchun bitta dorini yaratib, super dori qilib turib, u bilan davolashning imkoni yo'q. Hozirda bu saraton davolashda bizni O'zbekistonda ham juda ko'p yutuqlarga erishilmoqda. Bulardan bittasi bizning markazimizda nafaqat histologik, immunohistoximik tekshiruv hamda molekulyarni genetik tekshiruvlar ham amalga oshirilyapti. Bu degani odamning organizmida kelib chiqqan saraton xastaligini gen darajasida aniqlab, o'shanga qarshi davolash usullarini o'ylab chiqilyapti. Bu narsa inson hayotini davomiyligini hamda sifatini oshiradi. Buni aniqlashimizdan maqsad o'sha organizmdagi o'sha o'zgargan genni yo'qotish hamda organizmning o'zini immunitetini ko'tarish oqibatida kasallikni davolash imkoniyatlarini ko'paytirmoqda. Lekin bu tadqiqotlar natijasida topilgan immunoterapiya yoki ximioterapiya dori vositalari hammasi markaziy venöz kateterdan qilinadi. Ya'ni port orqali qilinsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Zamonaviy dori vositalarini ham port orqali yuborish maqsadga muvofiq bo'ladi.